Короче, oxirgi lobbimiz bugunning hisobida. Ko'ramda keyin soliq qilamiz deyapmiz. Soliq. Короче, UC admin kayfiyati yaxshi bo'lsa, Telegram kanalda aktiv bo'lib turish. Hozir o'ladi mana bu. Ye. Yuragi yorilib bo'ldi. Bular UC admindan bitta solo lobby ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari lobby-ku mayli ping baland uncha bir kayfga o'ynamasliklari mumkin. PUBG dan savollar tashlalyapti Telegram kanalda. PUBG ga oid savollar. Kim tez javob bersa, ularga ham sovg'a qo'yilyapti. Tak, eski BMW streami ko'rib o'ynayapti. Benitez'ni ko'raychi. Ghost Rider hamda Benitez Erangelga o'xshab Livikda ham to'ppir olarmikan ko'raylik. Komandaviy 8 ta kili bor, yaxshi. Eski BMWni urvorda endi 1-2 vaziyat Sardordan ko'ramiz. Bularda zona yo'q. Ghost Rider hayishga bilan kelib menimcha hozir urib ketadi. Va Sardorni ham urib. Короче, Sardordan to'ppir ko'rmadi, lekin Sardor solnigida. Sardor bir finalda ozroq Gucci Benitez va Ghost Rider yana topib olishdi. Erangilda ham topib olgan komandamiz. Jigarlar bilan yana bitta lobby qilamiz. Lanamani kutib qolamiz. Bizni Telegram kanalimizda har kun savollar o'ynash